Muso'niki boyadan bir o'tirib, xayol surib o'tiribdilar. Nima o'rla akam? Nima xayol parishonsiz? Xayol shu. Sen o'g'lon shog'iga borib. Qayga? Ziyoratga deyapman. Ha. Shu Esonomon borib. Endi bu Uni-Ziyotaga borishingizni men bilaman-da. Bu ko'pchilik men ko'rib turibdi, bilmaydi-ku. Xudo xohlasa. Endi video tashlab beraman. Yo, o'shani aytmaysiz mana obunachilar biz Shunday. yaqin kunlarda sinfdoshlar. Umraga tanladi-da, Xudo xohlasa. 9 sinfdoshlar bilan birga ketishdi. bilan biz ham Alloh etqasin. Sinfdoshlar bilan birga borish, ha? Albatta. Albatta. Sinfdoshlar O'shaning uchun hayollari parishon. Bu turishlarni qara, umuman qanaqa ekan deb Yo'q, gapirishlar ham umuman hali duduqlanib qolibdi-ku. hayajon bo'lsa-da o'zida-da, hayajon bo'ladi. Hamma tayyorgarlik bo'ldimi? Xudo xohlasa, alohida olib kelasizda, zamzam suvini. O'rmoqchilar. Xudo xohlasa. Qaysi kunga endi inshaalloh? 29 kechki paytga. Kechki paytga qaysi payt deganini bilmaysiz. Shomdan keyin, Yandan cho'simi yo'q. 9 da edi shekilli. hali o'zimiz bilmaymiz. Yo'q, shu ichidagi Lekin chissasini bilasiz. chislar shu 29 kechki reysga deyilgan. Ha, Toshkentdan cho'simi? Sheydan. Sheydanmi? Bizdan emas. Şeydi. Bizdan Sheydan 3 ta. Xudo xohlasa biz kuzatib olamiz inshaalloh. O'sha kunlar tantanali ravishda videolarni qilib, like bosib qo'yib bo'ldi. Bitta like. Boraman degan like bosib olsin. Umraga. Ha? Shu. Sizlarni ham tezroq chaqirsin. O'zi chaqirsa yaxshi-da. Kim chaqirsin? Ha, o'zi chaqiradi-da. Shu Anvarjon ikkitani qo'llayna, men ketsam, O'qi kamera yo'qsam duduqlanib qoladi. Nimaga? Yo'q. Men anchadan kamera tushmaganingizdan Shu, ha, kamera tushganman. Xullas, hayajonni yig'ishtirib qo'yiladi-da. San Mahmudjon qolibdi-da. Joydan Xudo xohlasa 2026da shu halida borib amallarni qilib kelish hammamizga qayta bo'lib qilish nasib Tamam, qilsin. bizga albatta nasib qilsin. Assalomu alaykum. Obunachilar, suyimsizlar. Manzili yaxshimi? Tanzila sog'mi? Salomat, sog' salomat. Men bilan ko'rib, ishlab havas qilibman. Demakki, bular o'zlari emas, sinfdoshlar bilan. Lekin bizni sinfdoshlarimiz ham Xudo xohlasa harakatdamiz. Inshaalloh sinfdoshlar bilan birgalikda. Ha, do'stim. Albatta. Kamera ortida albatta Mahmudjon ham men sinfdoshim-ku. Birgalikda biz ham bir borish boshqacha bo'lsa kerak. Endi taassurotni musobaqaga kelganlardan keyin so'raymiz. Necha kishi ketibsizlar shunda? O'zi 13 kishi o'qiganmiz. Shunda bir 10 kishi ketyapmiz. Nimaga? Hamma Shu endi bir kishi sababli. ha, sababli bo'libdi-da. Endi u davlat ishchisiga davlat siri bo'larkanmi bilmayman shunda. Keling, aka, men o'zim aytibman. Xullas shu, yana bittasi shunamiz ota-onasi bormagan uchun ketim boraman. Ha, Sababli xullas. xullas 3 kishi sababli. Endi nima bo'lganda ham Xudo xohlasa u uchalari ham uni Alloh chaqirib eson-omon borsin. Hali bunga 4 kun bu balki. Birdan Ota-onalar ham o'g'lishlari mumkin-a? Deganda hamma yo'q, yig'ilgan pasportlargacha berilgan hammanikini onlayn. Shu oldiroq. Okam nima har doimlar shashlari past, ovozi ham gapir qilishlar. Hayajon qattiq. Nima o'tdi? Nima o'tdi? Bormi og'ridi? Bormi? Bormi? Eslanamasam qara. Bu ko'rsam yuzlariga nima tabassum kirdi. Yo'q, endi misol hammamiz ham chilik bo'lib ota-onasi bilan borishlik, qayta borishlik. Nima deyman boshqa? Endi borgandan keyin bizni ham mana ko'rayotgan qorako'z, ko'kko'z obunachilarimiz va tog'alar, xolalar, akalar, ukalar, opa-singillarimiz bor. Shularni ham chaqirib qo'ying. Inshaalloh bizga ham borishlik nasib qilsin. Biz ham Oxunov bilan va mana Mahmudjon va men mana hozirni o'ylab qarasam, bizda asosan safdoshlarimiz ichidan shu uchalamiz qolamiz asosan. Endi bizga ham ozgina sababli bo'lib turibdi. Mana ota-onamizga jo'natganmiz, boshqa qilganmiz. Endi oilada haligi bitta o'g'il bo'lsa, o'zga yarashur nimalar bo'lar ekan.
Xudo xolasa Alloh chaqirsa hech gap emas. Shunaqa. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, endi 2025 ga ulgurmadik, 2026 ga inshaalloh 2 martadan borish nasib qilsin. o'sha yerlarga borib, ziyorat qilib, videolarni qilib, sizlarni ham chaqirib qo'yish nasib qilsin, yaxshilik kunlarda. Endi shunaqa qilib 29-kuni Xudo xolasa uni ham ketayotganlarda yana video qilamiz. Kecha bugun kanalni anchadan beri yuritmayotgan sabablar bor edi. Ozgina kanalda ozgina narusheniz bor. Endi bundan buyoqqa narusheniy yechilib ketadigan bo'lsa, pasyan uni ham video qilish niyat. Shu faqat qo'llab turasizlar. Qo'llab tursanglar, aka borgandan keyin ham mana obunachilar yozinglar kommentariyada. Haqiqatan borgandan keyin shu kanalga videolar qo'yib tursizlarmi? Qancha bo'lsa ham o'sha bilib shuni qilib videolar qo'yib, nima deganda odamni baribir qiziq, haligi yaxshilik narsa uchun faqat video uchun miyangiz nima bo'lmasin, chunki bu yerga baribir ziyorat qilgandan keyin o'ziga yarasha o'sha nimalari bo'ladi, lekin vaqtingiz bo'lganda, ozgina vaqt topib, ilm amallarni qilib bo'lgandan keyin vaqtingiz topib iloji boricha obunachilarga ham bir haligi yetkazib tursangiz yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? Fikrimga qo'shiladiganlar albatta kommentariyada o'zingizlarni fikringizni qoldiring. Sog' bo'linglar, omadli.